Xo'p, mana shu sotuv sayti 5 ta sharti kirishi bilan rasm ko'rish, aniq-tiniq kattada yozilgan sarlavha, UTP offerlarimiz, priziv к действию va bu 3 xil bog'lanish turi hammasi o'rtoqlar birinchi ekranni o'zida bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim. Birinchi ekran bu nima? Sayt ochilganda ko'ringan prям monitorda turgan birinchi ekran. Mana shu 5 ta условия, shart birinchi ekranni o'zida bo'lishi kerak. Bularni qidirib pastga tushib o'tirishi kerak emas. Saytga kirganlarni 100% birinchi ekranni ko'radi. Lekin pastigacha ham, o'rtasigacha ham, podvolgacha ham, ya'ni sayt tugagunigacha ham bo'lsa 20-30% yetib boradi. Bu umumiy statistika. Xuddi videoda ham shu. Videoni start play bosgan odam YouTube'da ko'rishni boshlagan odam hammasi boshini ko'radi, to'g'rimi? Boshi sirazu boshlanadi. No oxirigacha ham yetib bormaydi. Shuni bilgan holda biz ham o'sha birinchi ekranni o'zida hamma berishimiz kerak bo'lgan muhim narsalarni yetkazishimiz kerak, hamma triggerlarni berishimiz kerak. Shu yerda o'zida afzalliklarimizni, nima ish qilishimizni, kimligimizni hammasini bilish kerak, priziv к действиюlar bo'lishi kerak va shu yerda o'zida bog'lanmoqchi bo'lsa, shu yerda o'zida hamma kontaktlar bo'lishi kerak.